Preko'rim jarayonimizni osonlashtirgan top-ishta mahsulotlar. Yaqinda farzandim 1 yoshga to'ladi. Bu jarayonda bizga juda ham kerakli bo'lgan 3 ta narsa haqida gapirib bermoqchiman. Birinchisi, ovqatlanadigan stulchik. Bu siz uchun juda ham oddiy tuyulishi mumkin, lekin juda ham ko'p odamlar buni olishga ikkilanadi, chunki narxi sal qimmatroq. Lekin ishoning, puliga 100% arziydi. Chunki farzandingiz kamida 1-2 yoshigacha undan foydalanasiz. Qozoni alohida bo'ladigan bo'lsa, siz ovqatlaringizga yopishib ketishi mumkin, o'zim ovqat yegandek bo'lmaysiz. O'zidan uni stulchiga o'tkazib qo'yib, maza qilib ovqatlaringizni yeb o'tirishingiz mumkin. Endi har doim emas, shikayat qilishni unaqa bo'lishi mumkin. Har holdada. Ikkinchisi bu Preko'rim idishlari. Xohlasangiz u silikon bo'lishi mumkin, bambukli, yog'ochli, uni o'zi byudjetingizdan kelib chiqqan holda tanlaysiz. Agar farzandingiz hali 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, silikon idishlarimiz yaxshiroq, chunki farzandingiz otib yuborishi mumkin, ovqatlarni to'kib yuborishi mumkin. Stulchikka pishib bergani uchun afzalliklari ko'proq. Lekin uni faqat tez-tez almashtirib turish kerak. Uchinchisi, eng muhimi, Preko'rimni tartib bilan olib bormoqchi bo'lgan onajonlarimiz uchun Preko'rim trekkerlari. Undagi mahsulotlarni farzandingizga birma-bir tanishtirib, oson belgilab ketasiz. Magnitli bo'lgani uchun muzlatgichga o'zi yopishadi. Unda faqat mahsulotlar emas, balkim balansli likopcha qoidasi oson tushuntirilgani uchun bemalol chiroyli tarelkalarga olasiz. Farzandingiz uchun maxsus ismi bilan tayyorlanadi. Agar kerak bo'lsa, kommentda plyus qoldiring. Siz uchun Preko'rim boshlaganingizda eng kerak bo'lgan mahsulotlar qaysilar bo'lgan kommentga yozib keting.